Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda biz 2026 yilgi Chevrolet Damas haqida batafsil gaplashamiz. Ushbu model yillar davomida O'zbekistonda eng ko'p uchraydigan va eng ishonchli transport vositalaridan biri sifatida tanilgan. 2026 yilgi talqini esa o'zining yangilangan ko'rinishi, zamonaviy imkoniyatlari va yanada yaxshilangan harakat xususiyatlari bilan e'tiborni tortadi. Avvalo dizayn haqida. Yangi talqinda tashqi ko'rinish ancha silliq va zamonaviylashtirilgan. Old qismi yanada ixcham va jozibador ko'rinishga ega. Faralar shakli biroz o'zgartirilgan bo'lib, yorug'lik tarqatish sifati yaxshilangan. Old panjara oddiy, lekin zamonaviy ruhda ishlangan. Kuzov chiziqlari sodda, lekin amaliy. Ushbu model har doim funksionallikka urg'u berib kelgan va 2026 yilgi versiyada ham shu an'ana saqlanib qolgan. Hajmi ixcham bo'lgani sababli tor ko'chalarda va gavjum shaharlarda harakatlanish juda qulay. Ichki qismiga to'xtaladigan bo'lsak, salon oddiy, ammo foydali yechimlarga boy. O'rindiqlar materiali mustahkam va uzoq muddat xizmat qilishga mo'ljallangan. Panel qismi minimalistik uslubda yaratilgan. Barcha boshqaruv tugmalari haydovchiga yaqin joylashtirilgan. Asboblar paneli o'qilishi oson va tushunarli. 2026 yilgi modelda ba'zi texnologik yangilanishlar ham mavjud. Masalan, yangilangan audio tizimi, usb ulanish imkoniyati va qulay shamollatish tizimi kundalik foydalanishda katta ahamiyatga ega. Texnologiya borasida ushbu model oddiylikni saqlab qolgan bo'lsa-da, zarur funksiyalar bilan ta'minlangan. Elektr oynalar, markaziy qulflash tizimi va xavfsizlik kamarlari mustahkamligi yaxshilangan. Yangi versiyada xavfsizlik masalasiga ham e'tibor kuchaytirilgan. Tormoz tizimi yanada ishonchli ishlaydi, shuningdek, osma qismi yo'l notekisliklarni yumshoqroq qabul qiladi. Bu esa haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylikni oshiradi. Amaliylik jihatidan Chevrolet tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu model kichik biznes va katta oilalar uchun juda mos keladi. Ichki